Bugun Tracker avtomobilini turli xil muammo bilan qabul qilib olganmiz. 2023-yil chiqqan monitorlariga qarasak, hech qanday rus tiliga o'tmagan. Mana tillarni o'zgartirishga bosamiz. Bu yerda rus tili yo'q. Mashinada hammasi inglizcha bo'lib turibdi. Birinchi muammosi shu, ikkinchi muammosi tabloga e'tibor berilsa, rasxodlari 12 ta ko'rsatyapti. Bu ham teskari holatda turibdi. Uchinchi muammosi rul gradislari 4 gradusga o'zgargan, rullari o'ng tomonga qarab tortyapti. Undan keyingi muammosi balon davleniyalari 2.3, 2.3, 2.6 bo'yicha qolib ketgan. Avtomobilimiz bo'ldi. Xo'p, bunga o'sha aytilgan 4 ta ishlarni hammasini qilib berdik. Birinchi o'rinda mana monitorlarga e'tibor berasizlar, language ga kiramiz. Bu rus tili yo'q edi. Mana rus tili funksiyasi qo'shildi. Rus tiliga o'tkazamiz. Bu tomonlar mana hammasi ruscha bo'ldi. Ikkinchi qilgan ishimiz balon davleniyalarini ham 4 tavni ham 1.8 ga tushirib berdik. Endi uchinchi qilgan ishimiz rasxod to'plavalarini 8.1 holatiga tushirdik. Rasxodlarni to'g'ri ko'rsatyapti. To'rtinchi qilgan ishimiz graduslarni to'g'rilab berdik. Rullari o'ngga qarab tortmaydi. Ana endi mashina to'g'ri holatda hech yoqqa tortmasdan yuradi. Xizmatlar bo'yicha bizga murojaat qilaverasizlar. Pastdagi raqamlarga aloqaga chiqib qo'ysalaring, ishlarini har doimgidek sifatli qilib o'tkazib beramiz. Bizda keyingi avtomobil Tracker avtomobili.